Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshilarmi amakasi? Mana shu Xijibek sotilar ekan. Nimada? Navoiyda, o'zimizning qishloqda 5-deydi. Jili 95. Motor yangi motor qilingan. Mana shu sostoyaniyasi mana shunday. Hozir ko'rsatamiz buni. Balonlar 80 yangi balon ekan. Mana ishlari, So'rga qilinganmi? Chashka so'rga qilingan. Men So'rga qilingan ekan. ishning mashina. Chashkalari. Jiribdi bachcha, har kun haydab jiribdi bola. O'zimizning qishloqdan uka bo'ladi. Jap orqasini Xijibek mana. Motorni och endi. Mana ishlarini yerlarini ko'rsatayin. Nimalar salonni ichi. 95-yil mashina. Dokumenti bormi? Dokumenti bor. Necha oy? Dokumenti adashmasam 2 oy bo'ldi. Nerga nima qildi? Bu yerga iterib jag'amanda borligida satr bir marta ishlama qiladi, yangi satr qo'yilgan. Yer joyida to'g'ri. Mana motor, yangi motor qilingan. Korsinka qo'ydim yangi, dinam qo'ydim yangi. Mashin rasxoda 6 litr jabdi hozir. Mana 100 ga 6 joyda. Masla hammasini yangi. Motor qilingan, balonlar yangi bo'lib turibdi. Mashina haydab yuribdi shu qishloqda Navoiyda. Tamlar shu urilgan tamom ahvol. Shinsa qilmaydi. Buni to'g'rilab jasa bo'ladi. Bu yerni shunday var to'g'rilab o'z to'g'rilasa bo'ladimi? Men vaqtim yo'q.